Ana bu suvam bor, yana bir qayta aytaman aziz do'stlar. Qadrli do'stlar, qadrdonlar. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Baltamin qishlog'idagi To'sinsoy suv ombori. To'sinsoy. Shu oldini to'skanda mana bu platina bilan oldini to'sgan. Qarang, ana shu to'silganiga qancha zo'r suv sig'imiga ega. Voh, buni keladigan shabadani qarang, shabadani. Ikkita tog'ning o'rtasida suv sig'imi juda katta. Shunaqangi zangori suv. Hozir mana bu qo'ya toshlarning ustiga borib, ozgina chordana quramiz. Mana qo'ya toshlar bu. Ko'rdingizmi? Mana bu toshlar qo'ya toshlar. Chaqir toshlar. Dambani ustida axrana baqir-chaqir qilib gaplashyapti. Bu yerdan Zarmitanga ham suv uzatiladi. Chunki chuchuk suv bu. Zarmitanga ham suv uzatiladi. Agar bu yerdan mana shunday turizm zonasini shakllantirsa, har xil dam olish zonalarini tashkillashtirsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda ham zo'r joy. Mana bu qo'ya toshlarni ko'ryapsizmi? Agar bu yerga katamaranlar, qayiqlar, muzqaymoqxonalar tashkillashtirilsa bormi? Bu yerga pul tiketgan odam kerak. Pul tikadigan odam kerak. Mana qo'ya toshlarni ko'rsataman. Kinolarda ko'rganingiz, o dengizlarda bo'ladigan qo'ya toshlar mana shu yerda shakllangan. Mana qarang. Dot devergin keladi, dot devergin keladi. Bu qanaqa manzara edi deb kelgin keladi. Mana qo'ya toshlar. O dengizlarda, okeanlarda urib turadi-ku, mavjlanib suv. Ana shunday toshlarga uriladi, to'g'rimi? Mana o'sha toshlar. Qanday go'zal joylar bor Ishtixonimizda. Buni kelish kerak, ko'rish kerak, his qilish kerak. Alloh rozi bo'lsin. Oh. Odam yuraklari dukullab ketadi ya.